sollallohu alayhi vasallam xuddi yana bir marta vahiy kelganidek, yana bir marta ixtiyor qilayotganidek qo'llarini yoki barmoqlarini ko'tarib, ko'zlarini shiftga qarab turib pichirayotganini deydi. Oxirgi payg'ambarning so'zlari. Oysha onamiz engishib quloq soluvdi, Rasululloh shunday deyotgan edi. O'zing ularga in'om qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilgaysan. Allohim, meni mag'firat qil va rahmatingga ol. Meni Rafiqul A'loga yetkaz. Allohim, Rafiqul A'loga dedi, qo'li tushdi. So'ngra Oysha onamizning yelkasiga payg'ambarimizning boshi shunday tushib qoldi. Oysha onamiz aytadi: "U zotning muborak so'laklari yelkamga tegdi." So'nggi kalimasini payg'ambarimiz 3 marta qaytardi. So'ngra qo'llari pastga tushdi. Alloh taoloning huzuriga, Rafiqul A'loga payg'ambarimiz rihlat qildi. Rasululloh vafot etdi.